Assalomu alaykum hammaga. Fizika o'z kanali a'zolari, sizlar bilan fizikadan ma'lumlashtirilgan nazariy darslarni davom ettiramiz. Bizni quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin: Instagram, YouTube, Telegram hamda darsimizga oid test, har bir masalan attestatsiya yoki milliy sertifikat uchun mock testlar kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilasiz. Veb-saytimizda testlar mavjud. Sizga veb-sayt haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Demak, bugungi mavzuning nazariy qismi bilan tanishamiz. Mavzumiz tekis o'zgaruvchan harakatda tezlanish. Demak, undan oldingi darslarimizda tekis harakat mavzusini ko'rib chiqqan edik. Notekis harakat bu e, tekis o'zgaruvchan harakat bu notekis harakatning eng oddiy ko'rinishi tekis o'zgaruvchan harakatdir. Qiyanovda sharcha yoki aravachaning harakati tekis o'zgaruvchan harakatga misol bo'la oladi. Demak, tekis o'zgaruvchan harakatda jismning tezligi o'sha vaqt oralig'ida o'zgarishi kerak. O'sha vaqt oralig'ida tezlikning o'zgarishi esa jismning yo'lini o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Borgan sari yo'li ortib boradi yoki kamayib boradi. Bu harakat o'zgaruvchan harakat bo'ladi. O'zgaruvchan harakat o'sha yo'lning o'zgarishi tezlikka bog'liq bo'ladi. Endi tekis o'zgaruvchan harakat deb nimaga aytiladi? Ixtiyoriy teng vaqt oralig'ida tezlikning son qiymati bir xil kattalikda o'zgarib boradigan jismning harakatiga tekis o'zgaruvchan harakat deyiladi. E'tibor qilayotgan bo'lsak, tezligi ortib boryapti. Tezligi ortsa tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tezligi kamaysa sekinlanuvchan harakat deyiladi. Tezlanish vaqt birligida jism tezligining o'zgarishiga son jihatdan teng bo'lgan kattalik tezlanish deyiladi. Formulasi demak A teng v minus v0 taqsim t. Ya'ni tezlanishni quyidagicha yozishimiz ham mumkin. Demak, tezlanish degani A teng formulasi delta v taqsim t bo'ladi. Vektor ko'rinishi mana delta v taqsim t. Tezlikning birligi metr taqsim sekund. Metr taqsim sekundni yana sekundga bo'lsak, tezlanishning birligi metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Demak, A tezlanish birligi metr taqsim sekund kvadrat. V0 boshlang'ich tezlik birligi metr taqsim sekund. V keyingi tezlik yoki oxirgi tezlik, buning ham birligi metr taqsim sekund. Vektor kattalik. T vaqt skalyar kattalik faqat son qiymat bilan aniqlanadi. Demak, tezlanish deb nimaga aytiladi desa, eslab qolamiz. Kasr ko'rinishdagi formulalarda mahrajni 1 qilishimiz kerak. 1 sekundda t ni qiymati 1 sekund bo'lganda a nimaga teng bo'lib qolyapti? Agar t'miz 1 bo'ladigan bo'lsa, a'miz delta v ga teng bo'lib qolyapti. Demak, vaqt birligida tezlikning o'zgarishiga tezlanish deyiladi. Demak, bu yerda tezlanishda birligi ko'rsatilyapti. Demak, metr taqsim sekund kvadrat. Vektor ko'rinishi. Tezlanish tezlikning o'zgarish jadalligini xarakterlaydi. Ya'ni o'sha vaqt birligida tezlikning qay darajada o'zgarishini xarakterlaydigan kattalik tezlanish deyiladi. To'g'ri chiziqli harakatda tezlikning qiymati moduli o'zgarganda, ya'ni agar 0 dan katta bo'lishi mumkin, ya'ni tezlikning qiymati masalan bu yerda mana v2 ning qiymati v1 dan katta bo'lganda, demak ayirma 0 dan farqli bo'ladi. Tezlikning qiymati teng bo'lsa, ya'ni v2 v1 ga teng bo'lishi mumkin, lekin u yo'nalish jihatdan bir-biridan farq qilishi mumkin. Demak, tezlik ikki xil jihatdan farqlanar ekan. Tezlikning absolyut qiymati degani son qiymati degani, hamda yo'nalish jihatidan ham tezlik o'zgarishi mumkin ekan. O'sha o'zgarishi tezlikning ikki xil o'zgarishi mavjud ekan. Ya'ni birinchisi son qiymat o'zgarishi, ikkinchisi esa yo'nalish o'zgarishi va natijada ikkalasining o'zgarishi tezlanishning hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Tezlik va tezlanish formulasi keltirilyapti. Bu yerdan v ni topadigan bo'lsak, v0 plus at degan formulaga ega bo'lamiz. Agar jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa, u holatda formulamiz v teng a ko'paygan t ko'rinishida bo'ladi. Tepadagi formuladan t ni topsak, v minus v0 taqsim a degan formulaga ega bo'lamiz. Endi harakatga e'tibor qaratamiz. Tezlik grafigi degani, mana vertikalga qaraymiz, kim turgan bo'lsa o'shani aytamiz. Tezlik turibdi, gorizontalda vaqt turibdi. Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi. E'tibor qaratayotgan bo'lsak, demak, vaqt o'tishi bilan tezligi ortib boryapti.
Demak, bu harakat tezlanuvchan harakat deyiladi. Tezlanuvchan harakatda tezlik grafigi ko'rinishi agar boshlang'ich tezligi mavjud bo'lsa, demak mana boshlang'ich tezligi mavjud bo'lmasa, mana bu holatda boshlang'ich tezligi 4, bu holatda boshlang'ich tezligi 0. Grafik demak qonuniyati agar boshlang'ich tezligi bo'lsa v teng v0 plus at formula bo'yicha o'zgaradi tezlik qonuniyati. Agar boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, grafik koordinata boshidan chiqadi. Sekinlanuvchan harakatda tezlik kamayadi. Demak, tekis o'zgaruvchan harakatning o'rtacha tezligi. Demak, o'zgaruvchan harakatda tezlikni topish uchun dastlabki tezlikka keyingi tezlikni qo'shamiz va 2 ga bo'lamiz. O'rtacha tezlik kelib chiqadi. O'rtacha tezlikning ikkinchi formulasi esa v0 plus at taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Agar jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, v0 0 bo'lishi mumkin yoki 0 bo'lmasligi ham mumkin. Masalani shartiga qarab bo'ladi. Tekis tezlanuvchan harakat qilish sharti mana tekis tezlanuvchan. Tekis degan jumla nimaga nisbatan ishlatiladi desa, tekis degan jumla mana bu yerda tezlanishni o'zgarmasligini bildiradi. Tezligi ortadigan bo'lsa tezlanuvchan harakat bo'ladi. Mana bu holatni ifodalaydi. Agar jismning tezligi ham tezlanishi ham bir tarafga yo'nalgan bo'lsa, bu harakat tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tezlik bilan tezlanish qarama-qarshi bo'lsa, tezlanish o'zgarmasdan va tezlanishi manfiy bo'ladigan bo'lsa, 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu harakat sekinlanuvchan harakat deyiladi. Agar tezlanishi 0 tezligi teng bo'ladigan bo'lsa, tezligi o'zgarmasa, bu harakat tekis harakat deyiladi. Sababi tezlanish formulasi delta v taqsim t bo'lgani uchun tezlik o'zgarmasa, v dan v ni ayirganimizda tezlanishi 0 bo'lib qoladi. Bunday harakat tekis harakat deyiladi. Tekis harakatda tezlanish mavjud bo'lmaydi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda tezlik grafigi kelyapti. Tezlik grafigi degani tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi metr taqsim sekundda bo'ladi. Tezlanuvchan harakat bo'lsa, formulaning ko'rinishi v0 plus at qonuniyat bo'yicha o'zgaradi. Agar jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, v0 miz 0 bo'lsa, formulamiz v teng a ko'paygan t ko'rinishda bo'ladi. Keyingi holatda jismning tezligi o'zgarmayapti. Tezlik o'zgarmasa, jism tekis harakat qiladi. Tekis harakatda tezlanish 0 bo'ladi. Buning sababini tushuntirdim. A teng delta v taqsim t bo'lgani uchun tezlik o'zgarmagandan keyin tezlanish 0 ga teng bo'lib qoladi. Mana bu holatda demak, sekinlanuvchan harakat tezlikning qonuniyati v0 minus at ko'rinishda ifodalanadi. Demak, bu yerda a konstanta bo'ladi. Tezlanish o'zgarmaydi, lekin 0 dan kichik bo'ladi. Mana bu yerda a konstanta bo'ladi, lekin tezlanish 0 dan katta bo'ladi. Tezlanishi o'zgarmasdan tezligi ortsa tezlanuvchan harakat, tezlanishi o'zgarmasdan tezligi kamaysa tekis sekinlanuvchan harakat deyiladi. Bu tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi. Endi mana bu yerda e'tibor qaratishimiz mumkin. Mana v0 plus at tezlik ortayapti. Bu tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi agar boshlang'ich tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, grafik koordinata boshidan chiqadi. Formulamiz v teng a ko'paygan t ko'rinishda ifodalaydi. Bu ham tezlanuvchan harakatni ifodalaydi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, bizda bori shu. Bugunga bori shu ekan. Bizni kuzatib borishda davom eting. Har bir mavzuni mukammal o'rganishni istasangiz, bitta qoida daftar tutib, mavzularni konspekt qilib borishingiz kerak. Demak, bugunga bizda bori shu. Bizni kuzatib borishda davom eting. Hammaga rahmat, omad siz va bizni tark etmasin.